Hay Komol. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Ha aka. Qani ishlaring? Maxyursiz? Ish qidirib yuribman. Umuman ish yo'q. Uyda pul qolmagan, yeb ichishga ham qolmagan, mana ustimdagi kiyimni ham uyga ham ko'chaga ham kiyib yuribman. O'shaga ishxonangda ish bo'lsa, olasanmi deb kelyotdim. Bo'sh joy yo'q-da aka. Hammasi to'la. Endi hammani o'zini o'rni bor. Siz menga qarang. Biznes qiling, ya'ni Xitoydan mol olib kelib bozorda sotsangiz bo'lmaydimi? Kiyim-kechak, oyoq kiyim. Unga pul yo'q-ku. Pul kerak unga kattaga. Dehqonlardan nasiyaga tarvuz olib sotsangiz-chi bozorchalarda, kichkina. Aha, unaqa qilsa bo'ladi. Nasiyaga berarmikin, ha? Ha, beradi, nasiyaga ham beradi. Ani mahallalarda ham sotib yursangiz bo'ladi. Lekin aka, nima ish qilsangiz ham mendan maslahat so'rab qiling, men yordam beraman sizga. Bo'ldi, bo'lmasam hozir bir tiyin pulim yo'q, o'sha yo'l yo'liga pul bergan, ozgina men оборотga kirib olay. Endi hozir pulim yo'q-da meni aka. Siz shu ishlarni boshlab mendan bir maslahat so'rasangiz, men maslahat beraman, yordam beraman, aka? Nima ish qilsangiz ham menga ayting, yo'q bo'lib ketmang. Qarzga so'rab ana qilaman endi, bo'pti. Omadingiz bersin. Ulug'bek aka? Komol, qalaysan-chi? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Nima qilibsan? Moro bo'lsin. Ketayotgan biznes boshlabsiz-da? Ha, boshlab yubordim shu. Gap yo'q. Ana endi topsiz, aka. Ha, shu. Foyda bo'layotgandir arasa. Endi kelib turibdi, mijozlar. Ha, yaxshi. Mana bilan necha pul? Men 80 mingdan sotyapman. Senga endi arzonroq qilib beraman. Endi menga pulga sotasizmi endi? What? Ha, o'zini qo'l qarindoshlar olib ketyapti o'zi bir savdodan. Ha, endi aka, savdo qilib turing. Meni jiyaningiz bo'lsam. Ana Mamisi ham yaxshi ekan. Ha, o'g'lim Sobirjon kiyadi-da. Qarindoshimiz. O'zi kecha akam ham kelib olib ketdilar. O'zlariga oldilar, og'aynlariga oldilar, opaqimga oldilar. Adam keldilarmi? Ha, keldilar. O'zi qarindoshlardan ortmayapti. Nima olib ketsam, shu qarindoshlar taniganliklari faqat shu yerdan olib ketyapti. Keliningizga narsa yo'qmi? Ayollarga yo'q bu narsa. Ha, mayli. Uyga o'ting, salom deng. Hop. Kelinglar, Ramti, yangi shashlik qo'ydim, yangi so'yilgan qo'chqor go'shtlaridan, og'zingizda erk ketadi. Aka, keling, mana buni yeb ko'ring. Assalomu alaykum. Tarvuz biznes boshlayman dedim, boshlab yubordim mana. Zo'r qilibsiz aka. Qalay bo'lyapti, yaxshimi? Bo'ladi. Barakasini bersin. Olib ket. O'zi amakim olib ketdilar-yu, bu ikkitasini shuni tekinga berib yubordim. Kattasini olib ketib. Adam oldilarmi? Birsini berami kelsa, ular ham bermadilar. Endi navarali ko'pi, men ham endi quruq kirmay. Endi mana shu kattasini ola qolaman qani. Mayli, endi senga bir arzonroq qilib beraman. Aka, men ham uyga quruq bormay, aka. Jiyaningiz bo'lsam, endi qarindoshchilik qaqa qoldi endi shu. Ozam olma endi, aka. O'zichi menga qarang, qarindoshlar jonga tegib ketdilar. Boy xolam ham kelib oldilar, tog'am ham kelib oldilar. Faqat shu qarindoshlar olib chiqdi. Hali 100 so'm ham ishlaganim yo'q. O'tay uyga choy qilamiz. Qani keling. Tarvuzga bor oling. Bugun uzilgani. Bugun uzilgan. Ko'ring, chersiz tirsinib ketadi. Obbo. Alo. Ha. Ulug'bek aka, qattasiz? Ketdim men. Nima kerak edi? Tinchlikmi? Mana bu tarvuz sotayotgan joyingizga kelsam yo'q ekansiz.
Tarvuz kerak edi. Bitta manda emas, u tarvuz boshqa odamlar bor. Qattasiz nima sotyapsiz? Nima ishing bor,